Assalomu alaykum, bizni kuzatib boruvchi yurtdoshlar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Hozir Farg'onadamiz. Farg'onada yana bir xonadonimiz ishini boshlaganmiz. Sizlarga ish jarayonlarimizdan ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa, vodiy bo'ylab 120 mingdan 140 ming so'mgacha jami xarajat ichida qilib beryapmiz. Bizni kuzatib, xudo xolasa bitgan jarayonlarni ham ko'rsatib o'taman. Sog' bo'linglar. Qadrdonlar, obzorimizni boshladik. Imkon qadar sizlarga yetkazib berishga harakat qilamiz. Buni tarnovimiz, eski tarnov olib yangisini qo'yganmiz. Iloji bo'lsa tom yopayotgan bo'lsanglar, yangi tom yopayotgan bo'lsanglar, agarda mabodo tunakafon qildirmoqchi bo'lib yurgan bo'lsanglar, tarnov qo'ydirmay qo'yaveringlar. Tarnovda asha tunakafon bilan birga qo'yilsa, ranglarini bir-biriga mos qilib qo'yib ketiladi. Shunda yaxshi bo'ladi. Uni misol обязательно biz misol qo'yishimiz shart emas. Bizga masalan olib bersangiz, xizmat haqqimizni bersangiz, qo'yib berilaveradi. Bo'lmasa o'zimizda bor, o'zimiz olib kelib shilipkasini yoki kranштейni tarnovlari bilan birga qo'yib beramiz. Bu xonadonimizda ko'cha shapka o'stirma shapkalari bo'ladi va darvozaxonamiz oq fasonda bo'ladi, chekalari mokriy bo'lgan holatda va ichkarida shapkalarimiz bor, shapkalari bilan birgalikda bo'ladi. Bu xonadonimizni darvozaxonasi shunaqa holatda bo'lgan, kottej formada, kottej ekan bu yerimiz, kottej forma. Xullas, duolimizni chekasidan nariyoqqa ham chekagacha boradi-da, bitta bu yer to'liq uzun holatda bitta darvozaxona bo'ladi. Shunaqa fikrga kelganmiz. Xudo xolasa, undan boshqa yo'l yo'q. Buni bunday qilib burib olib o'tib kelsak bo'lmaydi, unda xunuk bo'lib qoladi. Mana shu duoldan chekkaga nariyoqqa bo'lgandan keyin bu tomonimiz ham yana bitta darvozaxona bo'lib, alohida bitta darvozaxona. Bu yerimiz uzun darvozadan kirganimizda darvozaxona bo'lib o'tadi. Tay tomoni eng haligi patnisimizni qo'yadigan joyimiz mana regelni taydan boshlanadi. Xudo xolasa, bizni kuzatib borsanglar, sizlarga bitgan jarayonlarni ham qo'yib o'tamiz. Xudo xolasa, bu xonadonimiz kecha boshlangan. Bugun 2-kun. Video düzmasdan olib o'taveraman. Bu tomonimizda ham shapkasi bor. O'stirma shapkasi chekadan narigi chekagacha bo'ladi va bu joyimiz ham tunakafon bo'lib o'tib ketadi. Tarnovlarni olib, tarnovning ham holati yaxshi. Lekin uyda egasiga babaligi mononga padmos bo'ladi deb turib, ogizib qo'ydirib yuboradi. Ko'pchilikda shunaqa holat bo'lyapti. Shuning uchun tom yopayotganda mesela shilipkasini masalan qatiradimi, qatirmaydimi farqi yo'q. Tarnov qo'ymay ketsa yaxshi bo'ladi. Maqsadga muvofiq bo'ladi. Bizni kuzatib boringlar. Biz vodiy bo'ylab ishlaymiz. O'zimiz Andijon viloyati Asakadanmiz. Vodiy bo'ylab, vodiydan tashqari viloyatlarga kelishilgan holda chiqib qilib beramiz, xudo xolasa. Kerakli ma'lumotlar kerak bo'lsa, nomerlarimizni ekranlarga qo'yib qo'yamiz. Bemalol bizga murojaat qilaverasizlar. Tunakafon ishimizni xudo xolasa chiroyli qilib 2026-yilda ham chiroyli holatda uyda egasiga topshirib, chiroyli qilib boryapmiz. Agar mabodo tunakafondan tashqari bir qanaqadir ma'lumotlar kerak bo'lsa ham bemalol murojaat qilaveringlar. Telefonda qo'limizdan kelgancha maslahat beramiz. Ko'cha tomonimizga ham tarnovlaridan qo'yib berganmiz. Mokriyga qo'shib turib, mokriy bo'ladi shunaqa holatda. Endi shu fasonda akamiz tanlagan, skromniyroq bo'ladi. Bu ko'cha tomonimiz bunaqa bo'lgandan keyin ichkarimizda xuddi shunaqa holatda bo'lib, darvozaxonamiz oq fasonda bo'ladi. Oq fason ichga dela, keyin bambuk panellarimizdan chekalariga qo'yib beramiz. Bu joyimiz bitta kirganda uzunasiga 13 metrga yaqin joyimiz shunaqa holatda bo'ladi. Bizni kuzatib boringlar. Vodiy bo'ylab xizmat qilamiz. Vodiydan tashqari viloyatlarga kelishilgan holda chiqamiz. Vodiy bo'ylab masofani farqi yo'q. Agarda 60-70 kilometrgacha qatnab ishlaymiz. Agar uni u yog'i bo'ladigan bo'lsa, vaqtdan ham cho'zilib qoladi. Keyin ustalar ham charchab qoladi. Shuni hisobiga 60 kilometr, 70 ta u yog'i bu yog'ida nariyog'iga yotoq bo'lib qoladi. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Nomerlarimizni ekranlarga qo'yib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.